Tak tak. Bu rolikni sizlar bilan birga uchmaymiz, lekin boshqa bitta yangi narsani sizlar bilan ichib ko'ramiz. Shozma buni kisaldan chiqarayda. Tatam. Pepsini limonligi chiqibdi o'rtoqlar. Limonligi. Bu narsani to'g'risi o'zim qiziqib oldim. Birinchi marta ichishim. Bu oldindan umuman rejalashtirilmagan. Shu uchun sizlar bilan birinchi reaksiyani kuzatamiz. Aynan shu tovushni men juda ham yaxshi ko'raman. Ana sizlar bilan ichib ko'ramiz. Bilasizlarmi? Pepsini shakarsizi bo'ladi-ku, xuddi o'shanaqa ta'm. Umuman limonni ta'mini sezmaysizlar. To'g'risi. Umuman limonni ta'mi yo'q. Ishoninglar, umuman limonni ta'mi yo'q. Shakarsiz Pepsiga o'xshaydi. Может, shakarsizdir, hozir o'qib ko'ramiz. Yo'q, shakari bor ekan. O'qib ko'rdim. Shakari bor ekan. Lekin bilmadim, xuddi na shakari, bilasizlarmi, обычный oddiy bitta gazlik suv bo'ladi-ku, gazlik. Даже Sprite'ga ham o'xshamaydi. Gazlik suv bo'ladi-ku. Bilmadim, sizlar agar ichsangizlar, o'zlaringiz chestni odzuvini qoldiringlar. Menga bu agar 10 balldan beradigan bo'lsak, 4 yoki 3 ni ballni bergan bo'lardim. To'g'risi, uncha yoqmadi. Sizlar bilan shunaqa obzor bo'ldi. Yana nimalarni obzor qilishimni xohlaysizlar? Kommentariyga yozinglar.